Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Kechagina biz sizlar bilan 30 kunlik dasturlash marafonimizni g'alaba bilan yakunlagan edik va men sizlarga marafon yakunida notebookumga Linux operatsion tizimini o'rnatib uning obzorini chiqarishga va'da bergan edim. Va'da bu dasturchining burchi. Bugun biz aynan o'sha men sozlagan barcha full stack muhit toshdek qilib tiklangan yangi Linux setupim haqida to'liq videoda ko'rib chiqamiz. Hozirgi videoda demak, qani ketdik. Biz hozir ko'rib turganingizdek desktopda turibmiz va full stack journey va ba'zi home papkasidagi o'zimning projektlarimni hammasini nusxalab olganman. Hammasi zo'r. Bu yerda Chrome va YouTube kanalimiz. Demak, YouTube kanal haqida ham ozgina gaplashib olamiz. Demak, bu kanalda biz ko'rib turganingizdek develop videolar chiqarganmiz. Ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib qo'ying. Juda ham zo'r chiqqan bu full stack dasturchi kundaligi, ya'ni devlog playlist orqali ketma-ket ko'rsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Plus bu kanalda shunday yangiliklar bor hozir. Bu kanalda yana videolar chiqarishga harakat qilamiz, lekin hozircha biz mana shu videodan so'ng sal vaqtdan keyin, ya'ni bir hafta bo'lishi mumkin, bir haftadan keyin yana qiziqarli videolar chiqarishni boshlaymiz bu kanalda. Demak, biz devlog videomizni yakunlab qo'yganmiz va bu video ham yaqinda albatta chiqadi. Hozir bizning rejamiz bu kanalimda ham, ya'ni asosiy bo'lgan HTML darslarini o'rgatib yurgan kanalimda ham juda ham foydali bo'lgan manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Xullas shunday, bu kanalda HTML darslarini davom ettirishni maqsad qilib qo'ydim. Bu kanalda esa bu Linux setup videomdan keyin yana qiziqarli videolar albatta chiqib boradi. Ya'ni Python haqida bo'lishi mumkin yoki boshqa bir dasturlashlarni o'rganganim haqidami. Xullas juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Demak, YouTube haqida gaplashib oldik. Bu videolarni siz ko'rmagan bo'lsangiz ko'rishni maslahat beraman. Juda ham foydali va demak, xullas Linux setupimga qaytamiz. Bu backgroundni shunchaki qo'ydim, bu menga yoqqani uchun, chunki Linux ham bilsangiz kerak MacBook, ya'ni Unixlar oilasiga kiradi. MacBook bilan komandalari ham, ya'ni buyruqlari ham, terminal ham deyarli bir xil. Shuning uchun shunday background qo'yishni xohladim. Menga yoqqan edi bu background. Xullas shunaqa. Demak, yana setupimga qaytsak, bu yerda Telegram, bu yerda Velocity Media Player bu videolarni ochish uchun kerak bo'ladi va albatta eng kerakli bo'lgan terminal. Bu yerda global muhit
yaratganman o'zim uchun Linux muhtim uchun global venv yaratganman, ya'ni o'sha aytib o'tganimdek environment, ya'ni muhit. Bu yerda update yuklanmalar, yana ba'zi narsalar turadi. Bu juda muhim. Xullas, demak, ozgina kod yozib ko'ramiz terminalda. Ya'ni ls ko'rib turganingizdek bu yerda Azizbek dev laptop turibdi. Bu yerda ko'rsangiz papkalar joylashgan. CD-hom qilib ko'ramiz. Bu yerdagi papkalarni ko'ramiz. Bu yerda Azizbek dev papkasi bor ekan. Uning ichiga kiramiz va endi ko'rsak, ls-ni yozib enterni bossak, wow, mana bu home papkasidagi narsalar chiqdi. Bir dunyo projektlar, hali ularni qolib ketgan ba'zi projektlarni amalga oshiraman, ya'ni davom ettiraman. Xullas, shunaqa. Demak, clear yana juda ham ko'p buyruqlar bor. Hozir bu haqda gaplasha olmaymiz, afsuski. Balki keyingi videolarda alohida Linux terminal haqida video chiqaramiz. Shunda ko'rib olishingiz mumkin. Demak, Linux terminali juda ham ajoyib va menga kerak bo'lgan, dasturchilar uchun kerak bo'lgan, xullas, Discord ilovasi. Bu Discordda men o'zimga kerakli bo'lgan ba'zi bilimlarni o'rganaman va eng keraklisi message do'stim bilan gaplashaman. Xullas, bu message Rahus bilan hamkorlik qilayotganim Trackcast ilovasi haqida. Shuning uchun ba'zida gaplashib turaman. Shuning uchun Discord menga muhim. Va yana ba'zi kanallar bor bu yerda. Xullas, bu dasturchi muhit uchun juda ham muhim bu Discord. Va endi OBS Studioni ko'rsatib o'tsam, bu yerda videolarni olishga ishlataman men buni. Va eng keraklisi bo'lgan Visual Studio Code. Bunda ham o'zimning muhitimni tiklab oldim. Extensionlarni o'rnatdim. Hali yana o'rnatishim kerak ba'zilarni. Demak, endi kod yozishga tayyor to'liq. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Linux juda ham ajoyib. Bu yerda app ilovalarimni ko'rsangiz bo'ladi. Spotify bor. Yana LibreOffice bor va hali yangi bo'lgani uchun juda ham ko'p ilova o'rnatganim yo'q. Hali kerakli ilovalarni albatta o'rnatib olaman. Va xullas shunday. Juda ham xursandman hozir Linux o'rnatganim uchun, chunki Linux baribir boshqacha. Mana shunday do'stlar, biz har ikkala kanalni ham dahshatli darajada yuksaltirishda davom etamiz. Bugungi yangi Linux setup videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga dahshatli qilib like bosing va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Tez kunda asosiy kanalimizda, bu kanalimizda HTML, CSS darslarida ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar va o'zingizni ehtiyot qiling. Dasturlashda to'xtamang
Xullas, videolarimizni kuzatib boring. Albatta, o'rganishga harakat qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.